Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, akalar, ukalar. Bugun sizlarga haqiqiy seleksiyani zo'r joyga kelganmiz. Hojiboy mo'ylariga. Xudo xolasa bular ma'lumotini to'liq beramiz akalar. Bugun hafta kuniga shanba, 2-may shu ovimizni xonadonlaridamiz. Xudo xolasa bular ma'lumotlarni to'liq beramiz. Eski seleksiyachi hoji akamga mana razrezlarga qarani. Qo'y yanidan ko'rsani juda havosotli janavar. Mana kallalariga yaxshilab e'tibor bering. Quloqlar ham 21 pilisda ekan akalar. Tishlarini, hamma ma'lumotini to'liq beramiz. O'zlari ham ma'lumotini beradilar. Hojiboy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Tuzumisiz, charchamasdan. Endi buni ma'lumotini o'zingiz to'liqroq berasiz. Biz obunachilar mana shunaqa zo'rlarga chiqyapmiz. Hojiboy, buni ma'lumotini to'liqroq bersangiz, Xudo xolasa. Yo, endi bering ma'lumotini. 6 tishga yangi chiqqan. Yangi chiqaribdi. Hop. Kilichkasi Butsifal, lina Shiroki liniyasi. Shiroki, ona tomoni 80 dedingiz-a? 80 liniyasi hozir Toshkentga Ramilga sotilgan. Ramilga sotilgan. Opodda uncha gap yo'q ekanlar, o'zingizlar davom etaverasizlar dedilar. Prosta liniyalarni aniqroq biz obunachilarga qilsak, qolgan ma'lumotini akalar Xudo xolasa tarazisini va bollarini, yoshlarini hamma ma'lumotini o'zimiz beramiz qo'ldan kelgancha. Unaqa videoni ko'p cho'zmamiz. Yaxshilab e'tibor berib qo'yasizlar kassalarga, oldi to'shlarga. Hozir mashq holatda ham juda formada ekan, aka. Buni yengil taroziga qo'yamiz ota. Buni shundan o'lchamiz, tishini ochib ko'rsatamiz, liniyasini bilishdi. Xudo xolasa yoqqan odamlar siz nomeringizni qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqib, chiroyli savdo qilib, yengilroq qilib biz obunachilarga berasiz, xudo xolasa. Xolasa obunachilar mana taroziga ham olib chiqib oldik. Uni tarazisiga keladigan bo'lsak, 180 kg oshiqroqda ekan aka, 183 kg. 83 kg forma holatdagi. Shuni metr qo'yaylik. Metrga e'tibor beringlar. Mana yerdan bo'ylari akalar 5 ekan, quloq 21 pilisda ekan. Shuni tishini, ko'rindi. Uzunasi bilmayman. Uzunasiga ham shuni qo'yib qo'yingchi. Bu 6 ga yangi chiqibdi akalar. Xudo xolasa buni narxini ham kelishtiryaptilar. Narxini Hojiboy 5000 dedingiz. Lekin 5000 emas. Bu liniyasi bor qo'y chiqadi 5000, 10000 ga berishmadi. Lekin yana biz obunachilarga kamaytiryapti. Yo'q, mana shu telefonda ayting. Yana kamaytiryapti. O'zlari 4.5 ga beraveramiz. 4.5 yana telefon qilsa yana o'tib berasiz. Ozmos. Xudo xolasa o'zimiz chortoqda mana shunaqa bekito'liqcha baqilayotgan qo'ylar serob ekan Hojibomlar. Kezani xudo xolasa uzunasi ham bilmam 1.30 kg. Ajdan bo'lsa o'sha 1.30 atrofida ekan. Xudo xolasa 4.5 ming hop sal xari bor Hojiboy. kelishamiz ha. Bundan keyingi ham qo'chqor, ulg'ach sog'liqli hammasidan bor ha. Akalar videodan uzoqlashmay tursani, bundan keyin ham qo'y sog'liqlar, zo'rlar bor ekan, ko'rsatib o'tamiz. Buni ulg'achi bolalari ham bor ekan. Uni ham ko'rsatib o'tamiz. Sotuvdagilarni olib chiqib sotadiganlarni mana shu yerda ko'rsatamiz xudo xolasa. Videodan uzoqlashmay turing. Oyoqlari uni aqib ketgan, anaqa holatda emas. Bitta yurg'izing edi, aka. Bitta yurg'izib ko'rsatib qo'ying, o'ta mana ekan. Janavar, juda formasi zo'r ekan akalar. Obunachilar, ikkinchi partiyamizga mana shu bitta qisari sog'lig'imiz, mana qisaridan tushgan ulg'achi bolasi akalar. Mana hozirgi qo'chqarimizni qizi ekan, 1,5 oylik bo'ldi deyaptilar. Mana kalla oshlarga yaxshilab e'tibor bering akalar. Mana kalla garmonoz, quloqlari ajoyib tug'ilgan ekan. Mashalloh mana akalar. Mana. Buni bo'ylari 80 plus 85 atrofida, 85, yoshi 6 tish ekan. 6 tish. Mana dumba razrezlari ham juda kelishgan holatda akalar mana ekan. Yaxshilab e'tibor beringlar dumbalarga. Mana. Bellar tip-tikiz, haqiqiy bola beradigan qo'y ekan. 1,5 oy bo'ldi dedilar, 40 kundan o'tibdi hozir qo'zimizga. Shu qo'zini Hojiboy bitta ko'stali ushlab, enasi ham unaqa qilib, mana bo'ldi. Unaqa bachkana qo'ymasa ekan enas mana. Bolasiga ham e'tibor beringlar. Buni narxini ham $2000 deydilar. Yo Hojiboy, oddiy qo'y narxida qo'yib berasiz dedim. $1,500. Mana kichkina bolasi bilan billali. Bolasi bilan billalikda. Xudo xolasa bolasini puli deyaptilar, inshaalloh mana. Qiziqqanlar shashilib aloqaga chiqaverasizlar. Ikkinchi partiyamizga mana shu eni olamiz. Boshqa qo'ylarni ham yengil ko'rsatib o'tamiz hozir akalar. Videodan uzoqlashmay turinglar. Bundan keyingi qo'chqorlarim, sog'liqlarim bor yana deyaptilar. Xudo xolasa ularni ham to'liq obzorini ko'rsatamiz.
1,5 ming xayribiga o'tib berasiz, hojiboy. Xayriga ozmoz o'tib beraylik. Videodan uzoqlashmay turing. Oxirgi partiyamizga mana qo'chqorga e'tibor beraylik. Qo'chqor qo'zi ekan, bo'ylari 90 ga berib qo'ygan ha hojati. 90 ga berib qo'ygan ekan. Endi men qarang akalar mana. Mana urvin ekan akalar mana. Mashalloh, mana qo'zi. Mana haqiqiy seleksiyani tushunadigan odam mashinaga qo'zi olib boqadi akalar. Endi bu ham mal, mening e'tibor beraylik kallasiga. Mana kassalarni yaxshilab ko'ringlar mana ekan. Tuyoni qarang, o'ta stakan tuyoq. Oldini ham bitta beqib urchi. Beqib bitta uring. Mana. Tishini ham bitta ichib ko'rsatib, o'zlari promo olib kelgan ekanlar, yaxshi ko'rib, ozgina mablag' kerak, sotaman dedilar mana. Yaxshilab e'tibor beringlar qo'ziga. Lekin menga eng yoqqan tomoni mana tekisligi ham zo'r ekan. Qo'zning tekisligi ham shu zo'r. Mana dumba razrez dakansa ekan akalar, dakansa. Xudo xolasa, kalla garbonos, hamma yoqi yoqdi o'zimga. Buni ham narxini darimga qo'yib berdilar. Xudo xolasa $2000 ozmoz xariga o'tib beradilar. Ozmoz ko'mmas. Mana yaxshilab e'tibor berib turinglar. Xudo xolasa, mashalloh deb kommentariyaga yaxshi fikrlarni bildirsanglar, xudo xolasa mana shunaqa qo'ralarni zo'r joylarga kelamiz akalar. Mana bepoyon bog' ekan, xudo xolasa sheyga kelib, mana o'zlari chiroyli o'zlariga moslab qo'yxonalar qilgan ekanlar. Inshaalloh nasib qilgan bo'lsa kelsani Hojiboyning o'zlari bilan ham ko'rishib, duolarni olib ketadigan joylar, xudo xolasa, muzda joylar ekan akalar. O'zimiz Chortoqda. Qisqasi akalar buni $2000 salpalga o'tib beradilar. Endi mana qo'ylarga e'tibor bering akalar mana. Svitiga e'tibor bering. Afg'on qo'shaman deganlarga mana afg'onni arashanga chachishtirib chiqazganlar mana. To'shlarni qarang, oldini kengligini. Mana akalar 3 oylik bo'pti. Enasi ham sheyda ekan. Janavar arg'amchilik tushmaganlik qilibdi. Mana dumbog'ni asilgan emas. To'nga e'tibor bering akalar. Buni ham qulog'i 20 plus. Xudo xolasa buni lekin $1,500 ozmozga o'tib beraman dedilar, ko'nmas. Mana dumbalari ham shu tikkasidan haqiqiy zo'rin olaman deganlarga xudo xolasa shashilib aloqaga chiqaverasizlar. Buni narxi $1,500. Yana aytayapman, xiyolga o'tib beradilar, ozmoz. O videodan uzoqlashmay tursani, buni xudo xolasa boshqa sheriylari ham bor ekan, ashlarni ham yengil-yengil ko'rsatib o'taman dedi. Kesani jivo o'zingni ko'rasizlar, baho berasizlar, xudo xolasa. Gruzinlinidan ham bor ekan akalar. Bu qo'zi ekan. Menga ham e'tibor beringlar. Bu qo'chqarimizning bolasi ekan, ya'ni qo'chqarimizning quloqlar. Bu ham qo'chqori bolasi ekan. Bu yo'lgi bolasi. Bu yo'lgi bolasi. Hozir bundan ham boshqachasini ko'rsataman. Mashalloh deb qo'ysizlar. O'ni qo'zi nima deyapti akalar? O, mah. Majjanar, mah. Mana qo'chqarimizning natijasi mana. Akalar, mashalloh deb qo'ysizlar mana. Haqiqiy zo'rin olaman deganlar shashilib aloqaga chiqaringlar. Mana qo'chqarimiz ham shu yerda turibdi mana. Akalar, xudo xolasa kimga qaysi qo'y yoqqan bo'lsa, Hojiboy bilan bog'lana olmasani, men o'zimni qadrdanimni otalari, Avasxon ekanmi, menga promo aloqaga chiqarsizlar. Men o'zim ham xudo xolasa kelishtirib, adres lokatsiyalarni o'zim tashab beraman akalar. Xudo xolasa kimga qanaqa qo'y yoqqan bo'lsa, kommentariyaga yaxshi fikrlaringni bildirib, chiroyli fikrlar bildirsanglar, yana ham bundan zo'rlarga kelaveramiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.